Assalomu alaykum, mehmonlarga yaxshimisizlar? Yanvar oyini shu 10larda ekilganda adashmasam mana shu bolgarskiyimizni shu YouTube'ga videolarni ham qo'yamiz. Hozirgi kunda terimlar ketyapti. Ozgina shu terimlarni ko'rsataylik dedik. Mana shu tepalarda ham ishlashlari sal maydalashar ekan, lekin bozor bor. Hozir bir tuta, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Mana tepadagi mana 6. Bitta shoxini o'zi bu. Pastlardagi mana 7 ta. Bitta nimada emas, mana barglar to'sib qolyapti. Taylardagi shoxlarda ham shunaqa. Mana, bu monusda monusini ko'ringlar mana. Mana bitta shox mana. Quyib tashlabdi mana. Hozir tepadan sanab kelsak 1 2 3 4 5 6 7 mana 8 orqasi ham bor ekan, mana 9, mana bilan 10 ta. Bolgarskiy ham yaxshi narsa ekan, ekadigan narsa ekan. Solaverar ekan, suvini bersangiz, dorisini bersangiz. Taylar bilan bu yoqlarda ham shunaqa. Deyarli hamma joy shunaqa xudo xolasa. Alloh baraka bersin, yaxshi bo'lyapti. Bitta egatdan shu 10 metrlik egatdan o'rtacha hozirgi holatda 30-35 ga teryapmiz. Mana shu ikki qatorimizni yig'ishtirganimizda. Bunaqa egatimiz hozir 40 tacha bor. Mana shu yaxshi bo'lgan joylardan shu 35 kilo, 30-35 kilogacha chiqyapti.